Angren shahridan 10 sotixlik hovli joy so'raganlar uchun maxsus video bo'ladi. Ko'rib turibsiz, mana bunaqa ko'chalarimiz yaxshi holatda, juda ham yomon emas, asfaltdan bo'lmagan, lekin toshlar, ya'ni shaharlarimiz sepib qo'yilgan holatda va ichkariga kiramiz. Tashqari tomonlarimizga bitta e'tibor berib qo'ysangiz bo'ladi. Shlaka bloklar qilib qo'yilgan. Har holda boshqa yovvoyi mahsulotlar, ya'ni mollar, hayvonlar kirmasligi uchun ko'rib turibsiz, kirganimizda mana shunaqa 25 ga 40 holatda kattagina bitta joyimiz kutib oladi. Xo'p, assalomu alaykum Angren ahli, Angrenda yashovchilar yoki Angrendan joy qidirib yurganlar, sizlar uchun videomiz maxsus bo'ladi. Yoki bo'lmasam aytganimdek Angrenda yashovchilar deganim, Angrenda yashaydigan aka-uka opa-singillarimiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha kvartiramiz bor, kvartiramizni hovli joyga almashmoqchimiz, uchastkaga deydiganlar uchun ham bo'ladi. To'g'ri, hali uy qurilmagan, lekin 2 xonali, 3 xonali kvartira bo'ladigan bo'lsa ham almashaveradigan joyi. Xo'p, videoni boshidan narxini aytib o'tadigan bo'lsam, bu joyimiz uchun uy egalari 28 ming dollar narx so'rashyapti. Yoki bo'lmasam 2 xona, 3 xona kvartiralarimiz bo'ladigan bo'lsa, ularga ham almashaveradigan joyi. Endi obzorimizni boshlaymiz. Mana bunaqa holatda uylarimiz qilib qo'yilgan. Bu yog'imiz zal, mana bu joylarimizda mana koridorlarimiz, sanuzelimiz va boshqa xonalarimiz ham joylashgan. Xo'p, manzilni aytmabman. Manzilga keladigan bo'lsak, Angren shahar Hakkarman mahallasida joylashgan. Svet, suv, gaz hammasidan bor. Bemalol tortinmasdan, xavotir olmasdan olsangiz bo'ladigan sharoitda. Xo'p, kommentariyada o'sha izohlar qismida yozib ketadigan baquvvat ekspertlarimiz bor, mutaxassislarimiz aytishlari mumkin, bu joyimizda svet, suv, gaz bor, to'g'ri, hamma narsa bor deb turib, lekin bitta tomoni o'sha Angren shahrini svet bilan ta'minlab turgan, ya'ni elektr bilan ta'minlab turgan GRES bo'lgani sababli qishda ozroq GRES kuli keladi. Ana shuni hisobidan ozroq chang bo'ladi. Xo'p, biz maqtayotganimiz yo'q, uylarimizni borini olib chiqamizki, xalqimiz mana shu narsani borini ko'rsin, kelib turib uxladigan bo'lsa ham ranjimasin. Boshqa masalan, qaysidir do'stlarimiz bor, hamma narsani plyus tomonini aytadi-yu, minus tomonini aytishmaydi. Men minus tomonini ham aytmoqchimanki, keladigan odam bemalol xavotir olmasdan kelsin, mana shu joyini bilsin. Ya'ni aytganimda elektr bilan ta'minlab turgan shaharni o'sha gresimiz bor. Gres kuli ozroq keladi qishda bilinadi. Boshqa vaqt esa yo'q. Mana ko'rib turibsiz, bog'imiz ham yam-yashil bo'lib turibdi. Deyarli kuz kelishiga qaramasdan suvlarimizdan muammo yo'q sababli uchun mana shunaqa bo'lib turibdi. Bog'imizda ko'rib turganingizdek mevali daraxtlarimiz, teraklarimiz ham bor. Yonlarimiz mana o'ralgan holatda. Bu tomonimiz shlaka blok, to'g'rimizda esa o'sha avvalgidek nima deysiz, shoxlar bilan bekitib qo'yilgan. Bu joyimizda ham shunaqa, bu tomonimizda uyimiz bor. Pastda telefon raqamlarini qoldiramiz opisiya qismida. Telefon qilib turib gaplashib olsalaringiz bo'ladi. Agar sizda kvartira bo'ladigan bo'lsa ham 2 xona yoki bo'lmasa 3 xonali almashib olsangiz bo'ladi. Agar uy egalariga ma'qul kelsa albatta va kelisha oladigan bo'lsalaringiz. Aytgancha, bu joyimizda hujjatlardan hech qanaqa muammosi yo'q. Kadastrlari, qarorlari hammasi tayyor. Kelasiz, naqd bo'ladigan bo'lsa, ozroq o'tib beradigan joylari bor. Naqdga ham gaplashib olsangiz bo'ladi. Bo'lmasa, aytganimdek kvartira almashaman desangiz ham notariusga borib sirazi hal qilib yuboradigan joylari bor. Aytganimdek minus, plyus hamma narsasini aytib o'tdim. Nima deydi? Xohlasangiz men buni o'zgartiraman deydigan bo'lsangiz ham bemalol o'zgartirib olsangiz bo'ladigan joyi, chunki bu poydevor hali uy bitta degani emas, u yoq bu yog'iga qo'shimcha yoki ayiradigan joylari bo'lsa ayirsangiz ham bo'ladi. Pastda telefon raqamlarini qoldiramiz. Aziz yurtdoshlar, bemalol telefon qilib turib gaplashib baraka qilib olsalaringiz bo'ladigan joyi.